Xo'p, 2024-yilda ishlab chiqarilgan 12 avtomobilimiz 6 plusidan pozitsiyasi, kraskasini top-toza deb aytayapti akamiz. 68725 yurib qo'yibdi. 13 ming qancha dedingiz? 13200 ga beramiz. 13200 dollarga bo'lish berib yuboramiz deb aytayapti. Yozib qo'yilgan bormi? Propan gaz ballonlar qo'yib qo'yilgan ekan. Tayyor ekan. Ballon holatlari shu holatda ekan. Telefon raqami aytaylik. 8lik 8lik 176 176 71 71 raqamlarga aloqaga chiqasizlar. Nasiyalari bormi yo'q faqat naqd pul? yo'q, nasiyaga kelisha olamiz. Qancha puli bor ekan? Telefon qilisha olsak, Aloqaga chiqasizlar, kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa. 12 avtomobillarda davom etamiz. 2023-yilda ishlab chiqarilgan 3-pozitsiyadagi 12 avtomobilimiz. Kraskasini top-toza deb aytib o'tyapti. Tablolarga qarab qo'yamiz, necha kilometr yurib o'tgan. 17891 ko'rsatib turibdi tablomiz. Xo'p. Chixollari yo'q ekan, ko'riklari bor ekan lekin. Yozi bormi aka buni? yo'q. Benzinda. Avtomobilimiz benzinda harakatlanib turibdi. Ballon holatdan ko'rinishlari. Puli necha pul aka buni? 11300 dan o'tib beramiz. 11300 dollar. Kami bor. Akamiz 2-3 ta mashinasi bor ekan, oxirida telefon raqami aytaman. Kuzatishda davom etinglar. Aka, keyingisi qaysi biri? Keyingisi mana aka. Ha, 4 Pozitsiya store, yilichi? 2023 ga 24 tumanli yumshoq ballon, propan gaz, chixol poli qilingan tayyor 46 ming yurgan. Xo'p, endi bitta savol. 4-pozitsiyada tumanka bunaqa bo'lmaydi. Yo'q, bunaqa bo'lmaydi. Mana dumaloqdan bo'ladi. Dumaloqdan bo'ladi. Tushunarli. Ma'lumotlarni eshitdilaring. Kraskasini tozadingiz a? Xo'p, 47076 kilometr chixol ko'riklari solib qo'yilibdi, chiroyli qilib. Yo'q, ko'rik yo'q ekan, uzr, ko'rik ko'rinib ketdi. Ko'rik emas ekan, chixoli bor ekan, ko'riklari yo'q ekan. Imkon qadar tezroq ma'lumot ko'rsatishga harakat qilaman. Ballon holatlari go'zal holatda ekan, ko'rib baho berib qo'yasizlar. Aka, gazimiz bormidi, yo'qmidi? Propan 65 talik gazi bor. Propanlari ham qo'yib qo'yilgan ekan. Kilometr katta yo'llarda 750-800 kilometr yuraveradi. 4-pozisiya turbina motor bo'ladi. Avtomat bo'ladi. Faqat lyuki yo'q bo'ladi. Tumankasi dumaloq tumanli bo'ladi. Farasida bilsanglar linzasi bo'ladi. Bunda linzasi yo'q, faqat tumankasi almashtirib qo'yilgan ekan. Xo'p, aka, keyingisi qaysi biri? Keyingisi mana aka. Buni yil nechi? 3-pozisiya 2023-yilda ishlab chiqarilgan. Mashinamiz benzinda harakatlangan, radnoy ballon, poli qilingan xolos. Mashinamizni oldi oblisovkasini o'zgartirib qo'yganmiz. Asha kapot ustida ko'rinib turibdi. O'z telefonda olib borsangiz ko'rinadi. Petnosi bor. Shuni hisobiga 11 mingdan ozgina o'tib beramiz. Tushunarli. Boshqa joylari toza. Toza. Mashinalar. Mana aka petnos, mashina. Aha, tushunarli. 11 mingdan o'tib beramiz. 11 ming dollardan o'tib beramiz deb aytilayotgan 12 avtomobilimiz. Pozitsiyasi 3-pozitsiya, atmosferniy motor bo'ladi, mexanika bo'ladi. Avtomat bo'lmaydi. Bir qator tablosini ko'rsatib beraman. 11395 kilometr. Ko'rigi bor, chixollari yo'q ekan o'rindiqlarda. Endi telefon raqami aytaylik aka bularga. 97lik bilan 324 324 23 30. 23 30 raqamlariga qachamasizlar. Assalomu alaykum aka, qizingizlar? Bunisi 25-27 ming yurgan benzinda yumshoq balloni bor. Aha. Nargisi 23 ga 24 propan gazi yumshoq balloni, shumkasi bor. 54 ming yurgan. Ikkalasi ham toza kraskalar. Ikkalasi ham kraskasi toza. Propanichi aka buni? Nargida bor. Bu benzinda. 25 propan qo'yilmagan, 27509 kilometr yurib o'tibdi. Ko'riklari bor, o'rindiqlari o'zi zavodskoy anaqa bo'ladi, koja bo'ladi. Ballon holatlari yaxshi holatda ekan. Xo'p, nariginisini adashmasam savdosi bo'lyapti ekan. Buni necha pulga beramiz dedingiz? Bu pulini 14 mingdan o'tib beramiz. 14 ming dollardan o'tib beramiz deb aytayapti. Xo'p, telefon raqamingizni aytaylik. 97lik 97lik bilan 235 235 37 10. 37 10 raqamlariga aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Bunisini ham ko'rsatib qo'ying bir yo'la. Hozir bahos bo'lmayaptimi aka buni? Pul arzonroq kerak deganlarga bunisini ko'rsating. Puli necha pul? Buni puli 12800 dollardan o'tib beramiz. 12800 dan. 2000 bu ham 25 mi 24 mi? Yo'q, bu 23 ga 24. 23 24. Shumka bo'lgan, yumshoq ballon taqilgan, Aha. 65 talik propan gaz qo'yilgan. Gazlari bor ekan, tayyor ekan shunisi.
23 ga 24. 54.327 kilometr yurib o'tibdi. 6-pozisyadagi 12 avtomobilimiz. Ko'ringlar ham tashab qo'yilgan ekan. Uzun ochilib yopilishlarini ham shumkadan keyin. Puli nech pul dedingiz? 12.800. 12.800 dollardan o'tib beramiz deb aytilar ekan. Buni ham kraskasi top-toza, hoji aka? Kraskasi top-toza. Rikitovkasi bor xolos. Qayerda? Mana shu yerda rikitovkasi bor. Mana shu yerda rikitovkasi bor. Lekin kraska tegmaydi. Kraska top-toza. Xohlagan ustasiga olib borib ko'rsatib oladi. Eshitilaring, mana yangi holatda balonlari ham bor ekan, ko'rib baho berib qo'yasizlar. Arzonrog'ini minaman deganga, bu shu jinday ko'proq yurgan. Ko'p bo'lib ham shu 50 ming, 55 ming. 55 ming kilometr yurayotgan, lekin shumkalar qilib qo'yilgan ekan. Ochilib yopilishda sirazi bilinyapti. Rixtovkasi bor, lekin kraskasi yo'q bo'lgan 12 avtomobil emas. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, aytilgan telefon raqamlariga aloqaga chiqasizlar. 2024-yilda ishlab chiqarilgan 12 avtomobilimiz. Pozitsiyamiz 6-pozitsiyada. Kraskamiz tozami aka? 26.270 kilometr yurib o'tibdi. Adashmasam o'tgan bozor qo'ydim, mayli. Ko'rmaganlar uchun ma'lumot bo'lib qoladi, ko'rganlar uchun qaytarilib qoladi. Xo'p. 2024, 25, 26 ming yurib yozibdi. 6 kilodan kraskasi toza, propani bor ekan. Xo'p, telefon raqamlarini aytib o'taman. 91 bilan 492 32 00 raqamlariga bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. 13.700 dollarga Redline pozitsiyadagi 10X avtomobilimiz nima deyapti? 2024 60 ming yurgan. Pozitsiyasi Redline pozitsiya, kraskasi top toza ekan. Sira telefon raqamini aytib qo'yaman. 91 bilan 492 32 00 raqamlariga aloqaga chiqasizlar. Kraskasi top toza, Redline pozitsiyasi. Salon holatdan ko'rinishlari 61.501 bo'pti yozilgandan keyin. Endi u adashmasam eski ma'lumot tablodagi 60 ming yozilgan ekan. Aka, buni gazi bormidi? Propan. Propan gaz balonlari qo'yib qo'yilgan ekan. Xo'p, endi 6-pozitsiyani ko'rsatdim. 6-pozitsiya Redline. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, aytilgan telefon raqamiga aloqaga chiqasizlar. 2023 ga 24-yilda ishlab chiqarilgan 12 avtomobilimiz. Kraskamiz top toza, diskalar qo'yib qo'yilgan ekan. Pozitsiyamiz 3, 14.580 kilometr tablomiz ko'rsatib turibdi. Chiroyli chexollar qo'yib qo'yilgan ekan, pataloylargacha qilib qo'yilgan ekan. Ko'rib bitta baho berib qo'yasizlar. Shumka qilingan ekan, polni shumka qilib qo'yilgan deb aytib o'tyapti. Balon holatda ko'rinishlari. Gazi bormidi aka buni? Benzinda. Pozitsiyamiz 3-pozitsiya benzinda ekan. Mexanika atmosferli motor bo'ladi. Puli nech pul aka buni? 11.500 dollardan o'tib beriladi. Telefon raqamini aytaylik. 93 bilan 910 0660. 910 0660 raqamlariga aloqaga chiqasizlar. O'qiyapsizlarmi aka? Bildichi? Bu ham 23-24. Radno holatda 23 ga 24-yilda ishlab chiqarilgan. Radno holatda deyilyapti. Mexanika bo'ladi. Yurib o'tgani 20.045 kilometr bo'pti. Ko'rik bor ekan, chexollari yo'q ekan. Gazi bormi aka? Gazi yo'qmi? benzinmi? Benzindami? Avtomobilimiz benzinda harakatlanib turibdi. Puli nech pul deyapsiz? 11.200 dollar. Xo'p, telefon raqamingizni qaytarib qo'yaylik. 93 bilan 910 06 60 raqamlariga aloqaga chiqasizlar. Oqidan olasizlar, qorasidan. Nabaru oqidan qorasidan. Kimga qiziq bo'lsa, aytilgan telefon raqamiga aloqaga chiqasizlar. 2024-yilda ishlab chiqarilgan 12 avtomobilimiz. Aka-ukalar, 6+ mi bu? Pozitsiyamiz 6+, kraskasi top toza, 6 oyga bonusiga tonirovka ruxsatnomalari bor ekan. Bunaqa pоворотниklari ham chiroyli, o'zgartirib qo'yilgan ekan. Qora diskalar ham o'zi qilib qo'yilgan ekan. Xullas, mashinani qilib kimdir mingan. 37.700 kilometr yuribdi. Dollarga qarang, mana til ketyapti mana sekin. Dollarga qarab. 65 talik go'zalida. 65 talik propan gaz balonlari ham qo'yib qo'yilgan ekan.
Lekin 12 gaz balon qo'yganingizdan keyin ham mana anchagina bagajda joy qoladi. Bu katta plusi. Keyin orqa stoplardagi qalampir shakldagi stoplari ham o'zgartirib qo'yilgan ekan. Deb puli nechi pul buni? 13.700 jinga kami. 13700 kami bor. Xo'p, balonlar ham yaxshi holatda ekan. 13700. Telefon raqami aytaylik bunga. 93lik. 93lik bilan 058 058 37 97. 37 97 raqamlariga aloqaga chiqasizlar. Endi Ko'p ishlari qilib qo'yilgan ekan.